Sevimli dostlar, yaxshimisizlar? Radio to'lqinlarida yana uchrashdik. Men do'stinglar Zubayda Tursun. Bugun radiolardagi aziz do'stlarim bilan hayotingizdagi qaysi ishdan eng pushaymon qilasiz degan tema ustida muhdashqim kelyapti. Undaqda do'stim sizdan so'rab baxsam, hayotingizdagi qaysi ishga eng o'kinasiz? Shundaq. Hammamizning qalbida armon bor, pushaymon bor, ham o'kinishmi bor. Biroq hammamizning bu ishlarga tutgan pozitsiyasi albatta o'xshash bo'lmaydi. Statistikalarga asoslanganda 92% odam yoshligida bekrak tirishmay g'alaba qilolmaganligidan pushaymon qiladi ekan. Yoshlikda hamma odam nurg'ulg'an ozdirishlarga va qiltaqlarga duch keladi. Agar baldur uyg'onmasangiz, tuyuqsiz qiyirib milchayganligingizni, lekin hech ishni boshqa olib chiqolmaganligingizni his qilasiz. Nurg'ulg'an kishilarda boshqalarga ergashish psixikasi bor. Boshqalar o'g'inish qilsa, umi o'g'inish qiladi. Boshqalar o'ynasa, umi o'ynaydi. Shuning bilan oxirga berib, uning erishadiganimi boshqalardan ko'p bo'lmaydi. Boshqalar erishamagan narsalarga erishish uchun yoshligingizda cho'qim boshqalar qurbonlik bermaydigan qurbonliklarni berishingiz kerak do'stim. Shunga yoshligingizni qadrlab, kuchingiz va maqduringizning barida ko'proq tirishing. O'zingiz ishga oshira oladigan plandan birini tuzing va darhol shuni ishga oshirish uchun harakatga o'ting. Hargiz yoshlikdagi go'zal vaqtingizni, qiron damlaringizni behuda o'tkazib o'tmang. Bu zaman bir kuni yoshlikdagi ana shu behuda o'tgan kunlaringiz uchun o'kinib qolasiz. Güzel arzu armanlarınızı amalga oshirish uchun qurbatingiz yetadigan ana shu qiron damlaringizni isrof qilib o'tganligingiz uchun pushaymon qilib qolasiz. Xo'sh, uningdan boshqa 73% kishi yoshligida xato kasbni tanlab qolganiga pushaymon qiladi ekan. Undaqda do'stim sizdan so'rab baxsam, siz o'zingiz shug'ullanayotgan mush kasbni o'zingizga mos keldi deb o'ylamsiz? O'zingiz qilayotgan hozirgi xizmatingizdan, hozirgi kasbingizdan non deb yalaydiganligingizga ko'zingiz yetamdi. Undaq bir hikoya bor. 3 nafar oliy maktab o'quvchisi ma'lum bir idoraga xizmatga bo'linibdi. Bir yildan keyin ularning ichidagi birisi boshlig'i bilan xizmat munosabatini to'g'ri bir taraf qilolmay, xizmat muhitidan va o'z xizmatidan xursandlik topolmay, iste'fo berib, yana bir shirkatga berib xizmat qilibdi. Qolgan ikkisi o'z joyida yana shu tinish turmushini davomlashtirib Yana bir yildan keyin yana birsimi o'z oldiga egilik tiklamoqchi bo'lib, tomoqxona ichibdi. Eng oxirgi biri yana undaq ishga qiziqmay o'zining tinish turmushini davomlashtirib beribdi. Ikki savodishining zavod va tomoqxonada jafo tortayotganligini ko'rib, o'zining turmushini va xizmatini shunchalik xotirjam his qilibdi. Necha yil o'tgandan keyin uchta bir yerga yig'ilibdi. Shirkatga ketgan savodishi hozir bir zavodga zavod boshlig'i bo'libdi. Tomoqxona ochgan savodishi millionerga aylanibdi. Idorada qolgan yilqi savodish bo'lsa, shu peti o'zining turmushini bir izda davomlashtirib beribdi. Demak, nurg'ulg'an do'stlarimiz xizmat tanlaganda birinchi bo'lib o'ylashidigani muqimmash va tinish turmushni o'ylaydi. Ko'pincha kishilar raqobat kuchli bo'lgan xizmatlarni tanlashni xohlamaydi, jafo tortishni xohlamaydi. Ammo shu esingizda bo'lsin, besim bo'lmasa harakatlantiruvchi kuchmi bo'lmaydi do'stim. Harakatlantiruvchi kuch bo'lmasa, yoshirin iqtidorning bo'lishi texmana tayin. Shunga o'zingiz qilayotgan xizmatga nisbatan pozitsiyangiz aniq bo'lsin. O'zingizga eng mos keladigan, sizni texnik kuchlantira oladigan, sizni texnik muvaffaqiyatga erishtira oladigan ishlarni qilishga tirishib yiqing, urinib yiqing. Balkim keyingi natija texnik yaxshi bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa yana 62% odam bola tarbiyasini yaxshi qilmaganligiga pushaymon qiladi ekan. Balalar hayotlikning davomi, umidning davomi. Nurg'ulg'an kishilar bolalar uchun borlig'idan kechishga rozi. Ularning hammasi bolalarning iqtidorli odam bo'lib chiqishini umid qiladi. Albatta hammamiz shundaq. Shuning bilan nurg'ulg'an kishilar buyruq qilish, nazorat qilish usullarini qo'llanib, bolalarni o'zi sizib bergan yo'l bilan mengishga qistaydi. Lekin ko'pincha vaqtlarda ota-onalar ishning o'ylagandek chiqmaydiganligidan umidsizlanadi. Amaliyotda bolalarga kuyinish, mehrni ko'proq berish, ularning tanlashiga hurmat qilish kerak. Bolalarga ortiqcha besim qilish,
ularga zo'rlash, ular qilishni xohlamaydigan ishlarni ularga majburlash, ular qilishni xohlamaydigan kasbni ularga zo'rlab tenglish balkim passiv ta'sir paydo qilib qo'yishi mumkin. Shunga bolalarimizni o'zimizning orzusi bo'yicha emas, balki ularning orzusi bo'yicha taraqqiy qildiraylik. Turmushda yana 57% kishi o'z hamrohini yaxshi qadrlamaganlikdan pushaymon qiladi ekan. Ko'pincha kishilar endi buni qadrlashni bilmaydi. Ayrilib qolganda, undan pushaymon oldigan qoch topolmay qoladi. Shuni unutib qolmang do'stim. Dunyoda biri unutishning to'g'risini, yana biri pushaymonning to'g'risini topqilib bo'lmaydi. Qadrlashga tegishli chaqda qadrlamasak, tushunishga tegishli chaqda tushunmasak, kechirishga tegishli vaqtlarda kechirmasak, yashanganda pushaymon qilganning hech qanday ahamiyati yo'q. Shunga o'zaro qadrlashaylik. Qadrlasak, qadrlik bo'lamiz. Qadrlasak, qadrlashga erishimiz. Onun boshqa yana 45% kishi o'zini yaxshi asramaganlikdan pushaymon qiladi ekan. Qadrli do'stim, tan saqliq, zo'r boylik. Salomatlikka ko'ngil bilganlik, o'zimizga ko'ngil bilganlik, o'zimizga mas'ul bo'lganlik. Demak, o'z sog'lomligimizga ko'ngil bilish, o'zimizni asrash, o'zimizga kuyinish bizning turmushda qilishga tegishli eng muhim ishlarimizdan biri. Chunki tan sog'lom bo'lgandalar, ondan hamma ishlarimiz xotirjam, tinch amon yurishidi. Salomatlik qardan chiqsa, hammasi vayron bo'ladi. Shunga o'zimizning salomatligiga ko'ngil bilishda har birimizning mas'uliyati va majburiyati bor do'stlar. Nurg'ulg'an kishilar 60 yoshdan burun butun sog'lomligini do'g'ri tikib turib hamma narsaga erishadi. Lekin 60 yoshdan keyin shu barliq narsalar badaliga sog'lomligini qaytarib kelolmaydi. Shu esingizda bo'lsinki, dunyoda o'zingizning sog'lomligidan muhim narsa yo'q. Sog'lomligingiz bo'lmasa, taqdavondek bisotingiz bo'lsa-mu, hammasi nolga teng. Demak, nurg'ulg'an kishilar yosh bir yerga borganda hayotidagi ko'plagan ishlardan afsuslanadi. Nurg'ulg'an ishlardan pushaymon qiladi. Ammo yosh bir yerga borganda nurg'un ishlarga pushaymon qilganning foydasi yo'q. Chunki o'tgani o'tdi, hammasi o'tmishga aylandi. Hammamiz yoshlik havas qilishimiz. Chunki yoshlikda kishi har vaqt pushaymon qilsa, o'zgarsa bo'ladi. Lekin yosh bir yerga borganda pushaymonga fursat qolmaydi. Shunga qadrli do'stim, hammamiz oltindek yoshligimizni qadrlab ko'proq o'rganaylik, ko'proq xushal yashaylik, ko'proq o'zimizni asraylik, juftimizni texmi qadrlaylik, bolalarimizga texmi kuyinib ularni yaxshi tarbiyalaylik. Hargizmi yosh bir yerga borganda pushaymonga qoch topolmay qolmaylik. Turmushimizga armon, o'kinish, pushaymon qilmasin. Xo'sh, bugun radiolardagi aziz do'stlarim bilan mushunchalik mo'ndishay. Navbat yuqorqimiz bilan ko'ngilingizga yoqqan bo'lsa, do'stlar chambarkidan bahirlab qo'ying va do'stlaringizga taqdim qo'ying. Men do'stinglar Zubayda Atirsin. Har kuni yangi ritm kanalda va radio to'lqinlarda uchrashishni unutmaylik. Xayr-xo'siylik do'stlar.